Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari. Biz bugun sizlarga toksidermiya kasalligi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Agar siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Toksidermiya teri qavatni o'tkir allergik yallig'lanishi. Bu kasallikning sabablari teridagi allergen gematogen yo'l orqali tarqalishidan kelib chiqadi. Qon so'rilib butun organizmga tarqaladi, odamni ichidan zararlaydi. Dorli toksidermiya dorilarni uzoq qabulidan, alimentar toksidermiya qo'shimcha moddali ovqatlar qabulidan, professional toksidermiya kimyoviy ishlab chiqarishda, autotoksik moddalar almashinuvi buzilganda, oshqozon ichak trakti, buyrak va jigar faoliyati o'zgarganda kelib chiqadi. Kasallik belgilari: holsizlik, uyqusizlik, asabiylashish, tana harorati ortishi, bo'g'imlarda og'riq. Diagnostika: ajralmalarni bakteriologik tekshiruvi, surtma mikroskopiyasi, teri surtmasi, PRP test qon va siydik umumiy tahlili, qorin bo'shlig'i a'zolari o'titisi, buyrak MRTsi. Davolash: antigistaminlar, desensibillovchilar, siydik haydovchilar, qon tozalash, yallig'lanishga qarshi, qichishiga qarshi vositalar. Profilaktika: bir xil dorini uzoq qabuldan saqlanish, shifokor ko'rsatmasi bilangina qabul qilish, o'z vaqtida doriga allergiyani aniqlash. Ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang. Salomatligingizni asrang aziz.